Mening savolim Barselona muxlislariga. Siz Ferran Torres PSJga ketganida, yaxshi ham mana shu futbolchi ketdi, qutuldik deganmidingiz? Uning javobi esa sizga shunday bo'ldi. 45 daqiqa maydondagi o'yin, dubl va jamoasini mag'lubiyatdan saqlab qolyapti. Demak, tushunganingizdek, Ferran Torres haqida gaplashamiz. Iltimos, shu ikkala golni tahlil qilaylik. Kechirasiz-ku, lekin bu vaziyatlarni yo'qqa chiqaradigan qovun strikerlar emas, katta darajadagi markaziy hujumchiga xos gollar. Vaziyatni eslatib o'taman. Paris Saint-Germain 2 gol farqi bilan ortda borayotgan edi. Birinchi bo'lim va ular uchun juda yomon o'tdi. Dembele va Kvaratskhelia ham o'z formasida emasdi. Bilasizlar, ular uchun mavsum mart oyidan boshlanadi. Xullas, hisob 2-0 ko'rinishiga yetgandan keyin Luis Enriquening jahli chiqdi va ikkinchi taymda bu yozda jamoa safiga kelib qo'shilgan Mika Götze hamda Ferran Torreslarni maydonga tushirdi va natijani o'zingiz ko'rib turibsiz. Lekin shu bilan birgalikda Fabian Ruizning ham maydonga tushganligini va bu gollarga qanday hissa qo'shganligini unutmasligimiz kerak. Jahon chempioni bo'lgan ispanlar o'rtasidagi aloqa darhol o'z samarasini berdi. Fabian Ruiz Ferran Torresga ajoyib, juda nozik uzatma berdi. Ferran Torresning yugurib chiqishini alohida gapirishimiz kerak. Haqiqiy top markaziy hujumchilarga xos bo'lgan ajoyib gol. Ikkinchi gol ham xuddi shunday. Fabian Ruizning uzatmasi, Ferran Torres esa yana bir bor o'zini sezdirib qo'ymay, himoyachilar orasidan bo'sh qoldi. U birinchi yugurib chiqib, to'pga birinchi bo'lib yetib keldi va bosh bilan zarba berib gol urdi. Va u birinchi bo'limning o'zida PSJni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Agar mavsum boshida PSJ yutqazganida, bu juda yomon boshlanish bo'lardi. Chunki Parij jamoasi anchadan beri mavsumning ilk turida mag'lub bo'lmagan. Lekin bu Ferran Torres uchun haqiqiy telbanamo debyut deb bemalol aytishimiz mumkin. Endi esa savol sizlarga do'stlar. Usman Dembele PSJga ketgandan keyin va u oltin to'pni qo'lga kiritganida siz qanchalik